Bu bilekni əst için saxlanla. Anladınlar mı? Anladık. Boldu. Bugün bu şeye sözleyli. Hürmet. Salametliğinlağa köp dikkat kılınla. Hoş, düşen bir günü görüşeyli. Yaxşı oldu. Oy. Hey, Marko, to'xtab tur. Ha? Ruşa bizni öýgü berip oynaş teklip qildi. Billa baraylı. Ularning o'ylisi bek kengri. Süzüş kelimi ba. Bulamdı. Köçür, yaxşısı mən bugün baldırak gitdik. Marko, unda qılma. Tapşırıqni mende köçəsən boluduq. Yox, olmaydı. Hey, Bora. Köçürgün, mənim işim var, baranmayım. Düzüm yolğuz bolsam qorşalamsa? Hey, to'xtag'ina. Nima? Men onarman oda qilishdi ekan. Uvinishim yaxshi tursa. Yaxşımsınlar? Yaxşımı Marko? Bugün yalğız yürükkense, sen durup ben senin bazağın əskerek ağıl apırma. Abba, ben kaytıp geldim. Nimiş kuatsa, göp alımsa apamayım. Öde, ben azırak yo, tarxamak, yesivler kalay. Tezrak bolsanız qandaq ha? Balam, biraz keçkipsen. Tərxəməkni allı burun sitip oğan. Apla. Bomsa biraz lazağın. Əzanraq birey. Bırak bugün vaz almayma. Boptu balam, bundaq talasan bommaydı. Boptu. Başqa yerlərə berip bak. Dukanlarını takip etedi. Rahmet öde. Tağa, bu bıyıklar yiyin mi? Ha? Marko, şundaq bolmayçu. Bu beliqlarni bayılı tutup gelgen toq. Dada balışıkkenlağa mana bu pirsili yetip başıdı. Toğru emas. Dadam, men keşte akamı qaytıp geldi texi. Ma çoğurak nazay.
Boludu, bu belik 4 adamga keng taşa yitidu. Yanıma sedep kululustum olay. Oy, nim kuatsa amı diyor. Onun ilgisi kesi eversin. Hem de o boğandı. Rahmet. Ah, yaxşımı Marko? Yani bununkidek alamsa? Yok, bugün birini artık alıma. Bugün ahval alaydı. Mə Marko. Özün yalğız taza harğan sen. Ahmedim, rahmet. Diqqat qil, jıqılıp ketmə. Hem de çok akırış gerek. Hede, ben çok alay dep keldim bulamdı. Boludu. Ne? Mana ağın. Bu, acep tüyüz o. Ha, mən senin ayaq deyişini anlaplı təyərləb qoyğan. Rahmet sizge, rahmet. Diqqat qil, bir ay yerini köydürüb amma, ot dexi yalqıncap turdu. Uxtum. Toza kızıp gitipti. Ben kaytıp geldim. Keldiniz mi dada? Oy, opla. Keçirgin balam. Biraz keş kaldım. Yardımda şey mi kandak? Boldu. Keş Tony akam kaytıp geldi. Çüşte addirak nasi yap, keş yakşırak nasi yeyli. Boludu. Bugün mektepte bir iş buldu mu? Yok, hiç bulmadı. Bugünkü bu harak. Tony akamni kaytıp geldi de bir botalki yakşarak aldım. Tony onun. Şenbü günü kaytıp gelmegi asan emas. Yigin dada. Boludu. O Amidio. Memane. Pah. Okşaptı. Bek okşaptı. Nait mizlik boptu. Şundak mı? Akam kaçan akik polis şoförü bolalaydı? Az kaldı. Yani bir 2 yıldan keyin. Voy Xudoyim ey. Adam bu şundaq baxtamas olamdı. 10 gün işləməli işdən aydılıbsan. Nima çəkilib Katilini aydın Yana sokuşuptu da. Ben şimdi yanmadım. Köp gündüzde silergeni nim boldu, ha? Mən qaran bir dolu. Mən təsirli bir çan zabitinin xizmət edib, 3 gün işləməli yəni çıxıbdı. Şınlıqım boldu dolu valaqlı mı? Ay. Birinci çoğun zavutmuş deki bir günde 16 saat toktuma işleyimiz. Çüşükden şu vakti aralı 30 minut dursa kümçü diye alaydı onunla. Siz mesbub kapsiz. Nima? Mesbub kapsiz? Mesbub kalsam nim boptu. İşligende birer rumka arak işkidek. Yoki biraz mı mügdem? Mügde vaqtdek vaqt mı yok? Adamның ornida mashina bo'lsin, ufrab keraksiz to'mirga aylanib qoladi. Nim bo'lsin, men endi bormayman. Lekin boshqalarga o'xshash-ku. Ular chidaydigan, sen de chidamaydigansan-ku.
Mening boshqalar bilan nima ko'rim? Ish qilib, u odam ishlaydigan ish emas, shundaqmi, Bertolo? Nima deyapsan? Odam deganmi undaq qoq emas bolamdi. Siz onunğa yaxshiroq gap qilib qo'ying, Bertolo. Ağzını jom. Bertolo deb ağzından düşəməysən. Onu qədini geç qazını artıb elib, hətta xotunumu Argentinaga xizmət tapqılı ketdi o. Ey, nimalarni deyapsan? Ular haqlarga oldinib qazga bo'g'ilib qolgan. Sen bekatalat qandoq o'zing uning bilan selishtirib olaysan? Katalina, Rojino masbub qapti. So'zlaganingning foydasi yo'q. Uni yo'lashtirib tezroq uyga kirib qo'yayli. Tura. Tura Rojino. Tura. Katalina, ne düşən? Uyga kirib ketaylik. Tura. Astra. Dodo. Marko, sening aytgan tamog'ingni so'yib ketdi-da, bolam. Avar bo'psan, Marko. Men ketdim. Xo'sh, Dodo. Marko, bekle çaqqan qo'sa. Yaxshimisiz, Yakov bova? Men yordamlashgidagi ish bormi? Yo'q. Biz qirlarning qig'idek neymişi olsun deysə, ya sayli qilimiz, yoki bo'lmasa dengiz bo'yiga berib tomosha qilimiz. Ey Marko, Mekranjiro nomli paraxod portga kirdi. Mekranjiro? Uning kelishiga yana 3 kun bor. Yo'q. Rostili shu. Tez chiqib qarab baqa. Tez bo'la. Tez. Men qarab boqay. Bo'la. Chapsan bo'l. Mana. Rostmi? Rostli shu paraxodmi? Yolg'on bo'lam tamisa. Rostili Mekranjiro. Rahmat sizga, Yakov bova. Amedio! Tez bo'la, portga borimiz tusha. Bo'l. Rahmat sana Marko. Marko! Bozorga boramsa, men biroz narsa olgach kelsam bo'ptikan. Bolalar bulkin yeb bo'pti. Bugungi qolmabdi. Marko aka, Ma'qul edi. To'xta, men pulni olib chiqay. Mekranjiro nomli paraxod portga kiribdi deb oldim. Tez bo'ling, men shu yerga borman. Ma'qul, men ketdim. Seni ovar qildigan bo'ldim. rahmat sizga. Mekranjiro? Amedio, Mekranjiro muddatidan 3 kun burun ketdi. Hey, Marko! Tog'a, Apangning xiti mushining ichida. menmi birga kirsam bo'lamda? Bo'ladi, chiqa. Chu! Voy, opamda xat ketdi. Mana, taqazolik bilan kutgan opangning xiti.
sen xizmat qilaman deganding-ku. Bu yerda xizmatning har kuni bo'lishini atayın. Menga yordamlashsa qandaq? Bo'ladi. Rahmat. Odat tutishdan keyin soat 3dan boshlab 2 soat ishlaysan. Asosliga kelgan xatchaklarni korxona va do'konlarga berib bersang bo'ladi. O'g'likdan boshlaylik. Bugun opangda kelgan xatni obdan ko'rib ol. Uni ko'rsang opangni ko'rgandek bo'lasan. Xo'sh, Shinada. Xo'sh, Marko. Pırçak sağan bol kike. Nerede mi pırçak sağın busu? Yok. Elbette bu. Bo'ldi. Marko, sana köp rahmet. Bu sana bergen mukofotim. Rahmat sizga. Qarang, opamdan kelgan xat. Pek yaxshi bo'pti. Amidiyo. Akam qaytib ketdi-da. Amidio. Amidio. Aka, qaytib kelsan-da. Ha? Marko. Tony aka. Yaxshimisan? To'y saydashtirgandingmi? Ha, yaxshi. O'rgangandan keyin meni opirib o'ynat. Bo'lamdi? Oy, bu. Qarasini. Sen bek japa chekib ketding. Qarasam, hamma narsa to'liq ekan. Sana karomatimni bir ko'rsatib, tamoq yetib beray. Yo'q bo'ldi, o'zim aytay. Sen mohatni-ku. Opamda xat kelibdimi? Boyil topshirib oldim. Opamning xati 3 kun burun kelibdi. Odatda men ko'rib yozlab bo'lardim. Endi ko'rishni o'tsan keldi. Bugun avval sen-ku. Ma'qulmi? Men tamoq yetay, Ma'qulmi? Rahmat sana Marko. Yaxshi tamoqni birga yegandek, opamning xitini dadam kelgandan keyin birga ko'raylik. Qanday deysan? Ma'qul amsa, tamoqni birlikda yetaylik. Ma'qul. Amidio, kapsizlik qilma. Biroz taqat qil, ha? Amidio, kapsizlik qilma. Jim tur, ha? Taqat qil, biroz taqat qil. Opam xitida bu oyda sizlarga 50 lira evatlaydigan bo'ldim. Jiqroq evatish uchun puli texmi ko'proq xizmat izlayapman debdi. Dada. Opam u yerda ishlayveramda. Kinoya qaytib kelmamda. U yerda zirkamda. Zirkido. Albatta zirkido. Şunlaşqa o baş çükürüp işləydi. Bu bir tərəfdən zirikishni yeniş bolsa, yana bir tərəfdən kinoya qaytıb kelish uchundur. Aka, men xizmat qildigan bo'ldim. Xizmat? Sen mi xizmat qilamsan? Jina adamlarniki berib ishlayman. Qandoqda da bo'lamdi? Jinada? Paraxod şirketidagi jinahadimi? Kun 2 soat ishlayman. Dada, qandoq ishlasam bo'lamda? Lekin ugunishni qanday qilasan? Opang mo seni yaxshi ugansin deb topilgan emasmi? Men cho'qim yaxshi ugunaman, lekin yana ishlay deyman. Shundoq qilganda opam boldiroq qaytib keldi-ku. Marko. Tezroq cho'ng bo'lsam bo'ladi. Cho'ng bo'lsam opamni Argentinadan akilatdim. Yaxshi, bek go'zal tush ko'ribsan. Yo'q, bu tush emas. Bildim balam, bildim. Undaq men opamni ag'ilib bordigan bo'ldimmi? To'g'ri. Üçümüzдің yakshanba kunlari sirtqa chiqmaganimizga uzun bo'pti. Dengizga berib suv uzib kelaylik. Opam bilan birga borgan edik dengiz bo'yiga. Iliqi, biz uchimizmi? Qandaq dada? Üçümüzдің birga bulush fursatimizmi bak oz ekan. Markonimi birga elib berib o'ynatib kelsak qandaq? To'g'rimi Marko? Dada, opam Ras. Opanglar ketgandan buyon sirtqa chiqib o'ynab boqmabdiq. Dadam qo'shildi. Asma chiqib uxlay. Yaxshi tush ko'rgin Marko. Yaxshi tush ko'rgin. Yaxshi ko'rala. Qara, uning xo'sh bo'lib ketganiga. Mening kichik vaqtlarimga selishtirganda Marko ko'p yaxshi. Zodila aka emas. Shundoq.
Men sizlardan Hamid intayin razı balarim. Jim o'tir ha. Hamid yo'q, jim tur. Men sana bir naqsh etib beray, bo'lamdi, ha?母さんがいなくても陽気に育つ子があるものさお天道様と同じくらいの真っ赤なほっぺた真っ赤なほっぺたジェノバ育ちのわんぱく小僧 Opa. Yakshanba kuni Marko dadisi aksi jam bo'ldi. Ular opsi bilan doim billa boradigan dengiz bo'yiga berib, bir kun xushal xoram o'ynab kelmoqchi bo'ldi. Biroq paraxot shirkatidagi Jena hada Markoga bir muncha xatni taqib kelish uchun berdi. U xatlarni egalariga taqtish uchun Ginayaning hamma yeriga digidek berish kerak. Marko zodi o'ynay olamdi yo'q. Keyingi qitimda kichik bozordagi yakshanba degan qismini ko'ringlar.